Assalomu alaykum opamda kuzatuvchilari, men Lalito'larim. Bugun sizlar bilan pigudi qilamiz. Iliq suvga 2 qoshiq quruq sut solib olamiz. Dro'ja solib, aparat tayyorlab olamiz. Orqachasidan oppoqqina unni erab turib solib, momiqqina xamir qilib olamiz. Yuzchasiga strech o'rab, iliq joyga oshirishga ravona qilamiz. Undan keyin piyoz bilan kartoshka solib, xullas karam solib, aralashtirib, chiroyli qilib qaylasini tayyorlab oladi. Hammasini aralashtirib, tuz, perpravalar solib, dimlab qo'yamiz. Do'millab chiqqan xamirlarimizni osilgan joylarini kesib, keyin 10 ta 15 ta zuvara qilib, alohida qilib qo'yib qo'yamiz. Karis pigodichi xolalarga havas qilgan holda shapaloqday pigodilar tugib olamiz. Mayli, xafa bo'lmanglar, ikkitasini qilib ko'rsatib beraman. O'rganib olinglar. Bu yoqda stream qilsak, har xil gaplar yozmanglar. Tugilgan pigodilarimizni muzdagina suvga qo'yib pishirib olamiz. Issiq suvga qo'yilganga nisbatan muzdak suvda ishib chiqadi. Bu do'q holati, bunisi posli holati. Shunaqa chiroyli qilib pishirib olamiz. Undan keyin tepasini bir oymoqina qilib chiroyli qilib yasatib olamiz. Ergatayotgan qizlarga o'xshab sochlarini qo'yib olamiz. Kepchik mayonezlar chiroyli qilib sevib chiqamiz. Bo'ldi, sizlarga tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab yeb ko'ringlar, tuzini kam so'ylar. Sho'r qilib qo'yibmiz. Xayr.